suhbatda Ustoz Abduqodir Jaloliddinning Jamiyat va oila madaniyati temsil suhbatining ikkinchi qismini olsangiz yoqtirib anglaysizlar. Assalamu alaykum sorun ahli. Belki sizler ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Stina xonimning oyat tarbiyasi degan bir kitobni men mush barliq ota-onalarni bir ko'rib qo'yishni tavsiya qilaman. Shuningda mana bir gap bor. Faqat odamlar o'z bolasini boshqalardan tarbiyasiga topshirdi deydi. Faqat odamlar o'z bolasini boshqalardan tarbiyasiga topshirdi. Hayvonlar hargiz bunday qilmaydi deydi. Rim imperiyasi rimliq onalarning bolalarni tarbiyalash xizmati boshqalar havo qilganligidan halok bo'lgan deydi. Birisi tarix Rim imperiyasida qudrat Rim imperiyasi. U nima uchun chiqib ketgan desa, dal ota-onalar bolalarni o'zi tarbiyalamay boshqalarni tarbiyalash havolik bo'lganligi uchun deydi. Mening ma'qulatimda endi xato hazm qilolmasligini yana bir ta'kidlayman. Diğer güzel nima desa, albatta biz bolalarimizni maktablarga berishimiz to'g'ri keldi. Ras. Montizmlashgan, qayliqlashgan maktablarga beramiz. Albatta bu tabiiy ahvol. Bu Anamiz tushungan gap shun buni ko'p ta'kidlash ketmaydi. Shundan bir vaqtda bizning bolalarga oiladan berilgan ta'lim tarbiyamiz biz qanchalik vaqt bera olamiz. Masalan bir bolani biz 6-7 yoshida rasmiy maktabga kirdi deb qaragan vaqtimizda, amaliyot bir bolaning xarakteri 7-8 yosh atrofida shakllanadi. Bu 8 yoshga shakllanib ketgan xarakter asosan o'zgarmaydigan xarakter. Masalan 8 yosh bo'lgan bolani biz bir xil o'zini hurmat qiladigan, bir xil irodalik bo'ladigan muhit cho'ng qilsak shunday bo'ladi. O'zi kamsitadigan, bir xil haqoratlik muhitni ichida cho'ng qilsak, u bola o'ziga tuvan talab qo'yadigan bunday bir bola cho'ng bo'ladi. Uni cho'ng'anligi o'zgartirmaydi bu xarakterni. Masalan, mening o'zimni aytgan vaqtda men tug'ilib 7 oydan dadam o'lib ketgan. Hammam, onam, anamdagi 2 ocham bor. Shularni asli xotin kishilar asli cho'ng bo'lganda masalan. Gerçi atraf yezi bolalarla oynab, moshishib, chelishib, bir qo'pollikning ichida o'zining yigit xarakterini tavlagan bo'lsa-mu, lekin shu oilada kichigimda qolgan, otadan keladigan bir qahrlik bir tarbiya bor. Belingni chim tut, musulmon qahrlik bo'l, o'g'ilondek bo'l, mahkam bo'l, puxta bo'l deb bilqa, dishgalab turib otaga qahrlik maydonda bir xil kifoya tarbiyalaydigan ot tarbiyasi bor. Shu tarbiya kam bo'lib qolganligi uchun mening bir yerlarimdan ko'nglimdan, bag'rimdan yumshoq qiladi. Ba'zi dushmanimning bag'rini yumshoq tashlayman ba'zi vaqt. Shu bolalik vaqtida xarakterga bir kam qolgan narsani siz nima Cambridge darsida o'qiting, bolalarni Shanxayda o'qiting, tarbiyalab bo'lmaysiz. Şuna bolalık vaqtda beriladigan ta'lim tarbiyani hargiz oliy maktab bermaydi. Ona beriladigan ta'lim tarbiyani oliy maktabning professori bermaydi. Dada beriladigan ta'lim tarbiyani mayli bu dada, mayli bir podschi dada bo'lsin, mayli bir dehqon dada bo'lsin, yo bir navoiy dada bo'lsin, yo bir oshpaz dada bo'lsin, mayli oddiy dada bo'lsin. Bu degan tabiiy bir muhabbat bilan ato qilingan bu ta'lim tarbiyani maktablar bermaydi. U boshqa. Gerçi mektepte bolalarning aql farosatininki yetilishini majbur ta'sir ko'rsatsa-mu, bir inson aql farosatlarida yashamaydi. Masalan, aql farosat esa kompyuterning aql farosati ba'zi vaqtda insonlarning aql farosatidan cho'ntirish mumkin. Sizlar bilasizlar, Bulgariyalik kelibdi, shaxmatchi Kasparov deb. Shu Kasparov kompyuterlar shaxmat o'ynab, ba'zi kompyuter ustirib qo'ygan va ba'zi kompyuter ustirib qo'ygan misollarni ko'rsatishda farq bo'lgan narsa. Lekin inson o'zining qanchalik farosatli ekanligi bilan sevimli emas. Inson farosatli uchun bir vaqtda boshqalarga qanchalik mehribonlik ato qila oladiganligi, boshqalarga qanchalik kuyuna oladiganligi, boshqalarga qanchalik muhabbat ato qila oladiganligi bilan. Masalan, mening onam o'qimagan ayol, lekin mening nazarimda shu qadar buyuk, ulug'. Nima uchun? U o'zining bilimi bilan ulug'man. Andan emas. Bilimi suyishtirib ketsa, mening onam arzimas bir ayol. Lekin uning ato qilgan mehri va muhabbati mush ulug'layotgan vaqtda ona men uchun aytganda bir buyuk va ulug' inson. Shu insonning ulug'ligi bilan uning bilimida emas, nimada deganda uning boshqalar ato qilgan mehr muhabbati.
Eğer bir insan çakını olsa, rezil olsa bu insan, ve şunun bir vakti bilimlik olsa, ne eğitimen ki, bu insanın bilimi çok hata işler için rol oynaydı. Mesela Mes'nin kolduk bıçakını alaydı. Takvadar bir kasapның kolduk bıçağı o. Malның boyuna bardı. Şunaqma, koy soyga vaqtda işleydi. Lekin sudunu yo'qotgan bir Mes'nin kolduk bıçağı bir begona adamning jiniga zamin bo'lishi mumkin. So'ng bu yerda bilimni nega o'qitish mumkin? Bıçaq o'qitish. Bilim bir qurol. Lekin bu qurolni nima ishlaysiz? Qanday ishlaysiz? Nima uchun ishlaysiz? Buni belgilaydigan narsa sizning iddiyangiz. Sizning aqidangiz, qimmat qarashingiz. Agar bir inson nimaning yaxshi, nimaning yomon, nimaning halol va nimaning harom ekanligini bilmaydigan, lekin u bilim jihatida qaltis odam bo'lib ketgan holatda, buning bilimi men cho'qim ishonamanki, jamiyat uchun ziyonli bo'laydi. Shunga kishiga bir xil mehr muhabbatga qonmagan bola, men aytamanki, cho'ng bo'lgandimi, mangu u oladi. Insonlar jamiyat uchun xizmat qilib beradigan yetarli energiyaga ega bo'lolmaydi. Bu bir yeri kesel alam. Mesela Hitler'ı bu küçük vaktayda kendisinden muhitta mes kadının mesela Stalin mi şunu? Darıs en tayin harakkeş. Şuna balının ki Lenin'in içine har kayınlar. Bedkoyluk ardışıp bakandıkken bu lay hemen bir gün çatlak buldu. Kutlu kompüterinin içine virüs kaplaşıp bazı bir mücbini alava veren kılıp etken dostlar. Mesela şu balının Lenin'in içine Lenin'e vaktimizde biz kanının terkibiyle turmuşçukun namuhakuk boğan neyse rezil yage haram bir neyse ardışıp etken boğan deken meyli içimlik, meyli yemek başka neyselerdir. Bu balının ki kelgisi karakterik nispeten bu sağlam bulmadan bazı neyse çok kep çıkıyor. Şu anda biz balalarımızın mektepki girişten ilgili balalarımızın karakter kuruluşunu aile cihetine tarafı biz yaxşı etip alırsak bunları değil. Biz lekin en sal qaravatgan narsa mana shu. 30 yillarda nurg'a adamlar bag'ini Nushrava Yavishov deymiz, Cho'qavali Xonov deymiz, Fon Lekov deymiz Germaniyadan, Otani deymiz Yaponiyadan, shunday chaplarning olimlari Qashqar, Kuchar, Xotandan tortib, shu Xurxon hamma yerdan orlab xalqimizning madaniyati, jigrafiyasi, yashash ahvolini kuzatib kitob qilib chiqargan. Shulardi bu. Bu millatning bir yerlaridan chechanlik yig'ib turdi. Ammo bular ayollarni tarbiyalamaydi ekan deganlar. Ayollar umuman jamiyatning umumisidan ayrilib qolgan, o'qimagan, bolalar o'qimagan bir ayolning quchog'ida cho'ng'ilayotgan. Gerçi bularda bir xil o'tkirlik, bir parasat ko'zlaridan chaqnab turgan bo'lsa-mu, lekin u qezilmaganda ko'milib ketgan, ya qumlashib ketgan bo'ladi. So'ngan bu millatdan ki taklangan to'ylar turib, o'zi dunyoda arilib yetim qilib, taraqqiyotdan keyin qolgan sabab mana shu ekan degan xulosani keltirib chiqargan. Şuna verdiki narsa ona intayin muhim. Onun safhası intayin muhim. Hatta bizim burun kulaklarımızda bir öğlenmek yolu uvalalımı ayalına küstüp